Assalomu alaykum yaxshilarim. Sizlarni bu ajoyib videomizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Inshaalloh bugun sizlar bilan shaxsiy brend sirlari haqida gaplashamiz. Bilaman, shu videoni ko'rayotgan odamlarning ichida juda ham ko'p mutaxassislar bor. Kosmetolog bo'lishingiz mumkin, doktor bo'lishingiz mumkin yoki qanaqadir bir yo'nalishda xizmat ko'rsatishingiz mumkin. Tikuvchi, konditer farqi yo'q. Lekin siz shaxsiy brendingizni rivojlantirishda qiynalyapsiz va o'zi shaxsiy brend sizga nimaga kerakligini ham hali tushunayotganingiz yo'q. Mana shunaqa insonlar uchun ataylab mana shu videoni hozir biz yozibamiz. Shaxsiy brend sirlari, odamlar sizni o'zlari topadigan darajaga chiqish yo'li haqida bugun aynan gaplashamiz. Xo'p, bugungi darsimizda sizlar bilan nimalarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi albatta shaxsiy brend aslida nima va nima emasligini bilib olamiz. Nega bilimli odamlar ko'rinmaydi, oddiylar esa mashhur bo'lib ketadi? Misol uchun siz tajribangiz katta, bilimingiz ko'p, lekin nega hali ham sizni odamlar tanishmaydi, bilishmaydi, hali ham shaxsiy brendingiz qurilmagan. Uchinchisi, shaxsiy brendni noldan qurish aniq formulasi bilan bo'lishaman. Va to'rtinchisi, ko'pchilik qiladigan eng katta xatolar haqida ham gaplashamiz. Va albatta shaxsiy brend orqali ishonch va pul qanday kelishini ham ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rganlarni esa ajoyib sovg'a men tomonidan kutyapti. Shuning uchun albatta videoni diqqat bilan boshidan oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Kelinglar endi shaxsiy brendni oddiy sodda qilib tushunamiz. Nima degani shaxsiy brend? Shaxsiy brend bu mashhurlik emas. Bu siz gapirmasangiz ham odamlar sizga ishongan holat. Yana ham aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, har bir insonning aslida o'zi shaxsiy brendi bor. Shunchaki kimdirlarni ko'proq odam taniydi, kimdirlarni kamroq odam taniydi. Va siz bo'lmagan xonada siz haqingizda gapirishligi ana shu sizni shaxsiy brendingiz hisoblanadi. Oldinlari ham insonlarning shaxsiy brendi bo'lgan. Lekin hozir Instagramlar, ijtimoiy tarmoqlar paydo bo'lgandan keyin bu so'z ommalashib, qanaqadir bunga talab, taklif ko'payib ketgan. Lekin oldin ham misol uchun palon qishloqda palon tabib bor ekan deb insonlar bir-biriga tavsiya qilib o'sha odam haqida gapirgani mana o'sha tabibning shaxsiy brendi borligidan dalolat bo'lgan. Shuning uchun shaxsiy brend hozir paydo bo'ldi, kecha o'ylab topildi, yangicha qanaqadir termin bu deb o'ylashimiz kerak emas. Shaxsiy brend oldindan bo'lgan va har bir insonning shaxsiy brendi bor aslida. Prosta kimdir ko'proq odam taniydi, kimdir kamroq odam taniydi. Shu yerda yana bitta qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Mayli, bo'lsin, sizlarga bo'lsin. Videoni oxirigacha ko'rganlarga shaxsiy brendni 7 kunda ishga tushirish nomli juda ham ichiga ko'p qiymat solingan bepul PDF checklistni ham sizlarga beraman. Shuning uchun albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu checklist orqali siz nimadan boshlashni bilasiz, qaysi xatolardan qochishni tushunasiz va brendingizni tartibga solasiz. O'rtoqlar, o'zi kelinglar, qisqacha men o'zimni tanishtirib o'tsam. Sababi mana videoyimni ochdinglar, ko'ryapsizlar. Kimdir meni oranglarda taniydi, kimdir tanimaydi. Nimaga bu qizni eshitishimiz kerak deyotgan bo'lishingiz ham mumkin. Shuning uchun keling, o'zim haqimda sizga qisqacha ma'lumot berib ketaman. Meni ismim Risolat Umidovna. Men 6 yillik tajribaga ega Instagram yurg'izish bo'yicha mutaxassisman. Shu kungacha 3000 tadan oshiq ayol qizlarga Instagram orqali pul topishni, qanaqa qilib noldan shaxsiy brendini qurishni, xizmatlarini sotishni o'rgatganman va ularning hammasini yaxshi daromadga chiqishiga sababchi bo'lganman. Meni mualliflik ikkita kursim bor. Rivan Stars nomli kursim bilan Rivan Pro mentorlik kursim. Rivan Stars kursimda aynan noldan Instagram orqali daromad qilishi, shaxsiy brendni rivojlantirishi, SMM xizmatini chuqur o'rganishni o'rgataman. Va yana mana Rivan Pro mentorlik dasturim bor. Bu asosan shu Rivan Stars bitirganlar va o'sha qanaqadir darajasi bor, qanaqadir sahifasi, blogi bor, o'sha yerda odamlari ham bor, lekin keyingi darajaga chiqmoqchi bo'lgan insonlarga to'g'ri keladigan mana shunaqa ikkita kursim bor. Undan tashqari Rivan klubim bor. Ayol qizlarni bir joyga yig'ib, har oy qanaqadir eventlar qilaman. Dachalarga chiqamiz, dam olamiz, aylanamiz. Va unga qo'shimcha qilib meni appim bor. App Store'da app yaratganmiz. U yerda ham meni foydali ma'lumotlarim, kurslarim ichiga joylangan. Oxirgi yillarda menga yuzlab mutaxassislar aynan sizga o'xshagan shu qanaqadir bir kasb egalari ko'p murojaat qilishadi. Qanaqa qilib yuzimni tanitsam bo'ladi, qanaqa qilib mashhurlikka ega bo'lay, qanaqa qilib mijozlarimni ko'paytiray, qanaqa qilib nomimni chiqazay, qanaqa qilib mana shu sohani etishganida
faqat mani odamlarning xayoliga keladigan darajaga chiqsam bo'ladi deb juda ham ko'p murojaatlar bo'lgan va juda ko'pchiligini mana shu Revan Stars katta kursimda o'qitib juda yaxshi natijalar chiqishiga sababchi bo'lganman. Chunki biz u yerda aynan qanaqa qilib noldan shaxsiy brend qurishni, qanaqa kontentlar qilish kerak, qanaqa qilib sotuvlar qilish kerak, qanaqa xizmat sotish kerak, hammasini ma'lumot qilib tushuntirib aytib berganmiz. Lekin bugun sizlarga mana shu video foydali bo'lishi uchun va sizlarda хотя бы tushuncha paydo bo'lishi uchun yozyapman va inshaalloh videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin sizda fikr paydo bo'ladi. Qanaqa qilib boshlash kerak, nimadan boshlash kerak. Kim Revan Starsda o'qimoqchi bo'lsa esa o'sha videoni oxirigacha ko'rsanglar, u yerda yana sizlarga qanaqa bonusimiz bor, hozir agar kursga yozilsangiz, shu haqida ham ma'lumot berganman. O'sha sizlarga o'xshab nimadan boshlashni bilmayapman degan mutaxassislar ham meni oldimga kelib o'qib chiqqanidan keyin уже o'zligini brendligiga ega bo'lishdi. Ularga odamlar o'zi yozadi, maslahatlar so'rashadi, hamkorliklar qilishadi, reklamalar ham sotishni boshlashdi. Judayam rahmatlar aytib, meni har doim duo qilishadi. Men esa ular bilan juda ham faxrlanaman. Xo'p, endi sizlarga o'zimni tanishtirib bo'ldim. Qanaqa kurslarim borligi, o'quvchilarim haqida ham qisqacha ma'lumot berdim. Endi kelinglar, foydali joyiga o'tamiz. Shaxsiy brend o'zi nima? Shaxsiy brend aytganimdek, o'sha siz yo'q bo'lgan xonada siz haqingizda gapirishligi. Bu logotip emas, bu qanaqadir chiroyli Instagramdagi sahifa yoki qanaqadir shapka profiliga to'ldirilgan ma'lumot emas, yoki faqat gapirish ham emas. Shaxsiy brend bu odamlarning sizni haqingizdagi bo'lgan fikri. O'shani shakllantirish, o'sha sizni shaxsiy brendingiz bo'ladi. U qayerdan shakllanadi desangiz, siz o'z haqingizda doimiy nima gapirib boraversangiz, ana o'sha narsa sizni shaxsiy brendingizni shakllantirishga yordam beradi va siz haqingizda insonlarda fikr paydo bo'ladi. Misol uchun men o'zim ham auditoriyam Instagramda 500 mingtadan oshiq, 500 million auditoriyaga ega ekspert blogerman va insonlar meni tanishadi. Men kimman, nima ish bilan shug'ullanaman, qanaqa o'quvchilarim bor, tarixim qanaqa, qadriyatlarim qanaqa, xarakterim qanaqa, bular haqida ma'lumotga ega. Nimaga? Chunki men shu haqida doimiy gapirib boraman, doimiy kontent qilib boraman. Formula juda oddiy. Sizni o'zingizni qadriyatlaringiz bo'lishi kerak. Insonda o'zida shakllangan prinsiplar deydimi, o'sha qadriyatlar bo'lishi kerak. Keyin aniq pozitsiyasi bo'lishi kerak. Odamlar siz haqingizda qanaqa o'ylashini xohlayapsiz. Misol uchun menda jiddiy ishini ustasi bo'lgan, kuchli mutaxassis, tajribaga ega degan pozitsiyasi bo'lishini xohlayapman. O'zi chunki shunaqaman. Bu qayerdan kelib chiqdi? Chunki men o'zi asli tegi, tabiatim, qadriyatlarim, fitratim shunaqa. Men yolg'on gapirmayman. Men bir narsani boshlasam oxirigacha yetkazaman. Men albatta natija qilib beraman. Men juda mas'uliyatliman va men menga kelgan odam misol uchun $100 bersa, albatta $1000 qiymat olishini ta'minlaydigan odamman. Bu mana shu qadriyatlarim, mana shu prinsiplarim hayotimdagi. Mana shundan kelib chiqib meni pozitsiyam bor. O'sha qanaqa insonligimni yetkazib beraman. Qanaqa meni ko'rishligini ham xohlayotganim o'sha pozitsiyam bor va shunga qo'shimcha qilib doimiy foyda berib turaman. Bunaqa foydali videolar chiqazaman. Har doim odamlarga kerakli ish qilib turaman va kerak bo'lib turaman. Ana shundan keyin sizda bitta shaxsiy brend shakllanadi. Eslab qoldinglar, o'zingizlarning qadriyatlilar bo'lishi kerak, shakllanishi kerak. Balkim sizda hozir qanaqadir qadriyat yo'qdir. O'shani o'tirib yozishingiz kerak. O'zi meni hayotdagi prinsiplarim, qadriyatlarim qanaqa? O'shalarni yozib tuzasiz. Ikkinchisi, aniq pozitsiya. Insonlar siz haqingizda qanaqa fikrda bo'lishini xohlayapsiz. O'shani yozib chiqasiz va foyda berishni boshlaysiz. Mana shundan keyin sizni shaxsiy brendingiz shakllanishi boshlaydi. Nega bilimli insonlar ko'rinmaydi? Misol uchun siz o'ylashingiz mumkin. Risolat, men zo'r kosmetologman, men zo'r pediatr vrachman, men zo'r vizajistman, men zo'r tikuvchiman, men zo'r arxitektorman. Farqi yo'q. Nima mutaxassislik deb bo'lsangiz ham aytishingiz mumkin. Men zo'rman-da, lekin meni odamlar yaxshi tanimaydi. Odamlar kelib o'zi murojaat qilmaydi. Menga qanaqadir iltimos, maslahatlar bilan kelishmaydi. Meni shaxsiy brendim shakllamagan. Lekin ayoqda bitta qanaqadir jinni sang'iro mutaxassis bor. 50 yillik ish qiladi, mas'uliyati ham yo'q, lekin uni hamma taniydi, hamma unga "Wow, zo'rsiz" deb klientlar ham ko'p keladi, mijozlari ham ko'p deb aytishingiz mumkin. Nimaga? Bilasizmi? Buni sababi faqat bitta. O'sha insonlar o'zi haqida doimiy gapirib turadi, eslatib turadi, kontent qiladi. Reklamasiga, PR-iga, marketingiga pul ajratadi, vaqt ajratadi, energiyasini ketkazadi. Siz esa ming zo'r bo'ling,
ming eng zo'ri bo'ling, ming eng katta tajribaga ega bo'ling, lekin siz o'zingiz haqingizda gapirmasangiz, siz o'zingizni pozitsiyangizni ko'rsatmasangiz, odamlarga reklama qilmasangiz, marketing bilan shug'ullanmasangiz, siz hech qachon shaxsiy brendingizni shakllantira olmaysiz o'zingiz xohlagan darajadagi. O'zingizni pozitsiyangiz bo'lmasa, kimlar uchun ekanligingizni bilmasangiz, aniq portret mijozingizni portretini chizib olmasangiz, har doim hammaga bir xil narsani aytib, bir xil maslahat beradigan bo'lsangiz, o'zingizga ishonchingiz kuchli bo'lmasa va o'zingiz birovlar sizni tanishini xohlamasangiz, siz hech qachon shaxsiy brendingizni shakllantira olmaysiz. Bu nima degani? Xulosa shundayki, sizni bilimingiz, tajribangizni o'zi yetmaydi sizni shaxsiy brendingiz shakllanib qolishi uchun. Siz albatta o'zingiz haqingizda dunyoga reklama qilishingiz kerak, aytishingiz kerak. Mana men borman, mana bunaqa xizmatim bor, mana bunaqa natijalarim bor, mana bunaqa o'qiganman. Ana endi kelinglar deyishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Muhimi shu, pozitsiya reklama. Даже mana o'rtoqlar, oddiy Coca-Cola, misol uchun Afrikada faqat Coca-Cola bilan oddiy suvi, bezgaz suvi bilishadi, to'g'rimi? Boshqacha ichimlik bor deb ham o'ylashmaydi. Tam qanaqadir soklar yoki bir qanaqadir yana ichimliklar bor deb o'ylashmaydi. Даже Coca-Colani shunaqa Afrikada ham tanishayotgan bir joyda, shu Coca-Cola ham yiliga, misol uchun topadigan daromadining где-то 30% ni reklamaga tikayotgan joyda, o'zini o'zi PR qilib, reklama qilib butun dunyoga tanitayotgan joyda sizni nima haqqingiz bor reklamaga, PRga, marketingga pul ajratmaslikka, energiyangizni ketkazmaslikka, vaqtingizni ajratmaslikka? Aytyapman, ming eng zo'ri bo'ling, eng topi bo'ling, eng nomer 1 bo'ling o'zingiz uchun. Tajribangiz zo'r, bilimingiz zo'r. Hamma jinnicha mutaxassislar. Lekin siz bu haqida aytmasangiz, doimiy kontent qilmasangiz, shaxsiy brendingizni shakllantirmasangiz, Instagramingizni yurg'izmasangiz, sizni hech kim tanimaydi. O'shaning uchun biz albatta Instagramimizni yurg'izishimiz kerak. Nimaga o'zi Instagram misol uchun? Chunki oson, oddiy va juda ham tanilib ketish, mashhurlikka ega bo'lish yengil bo'lgan yo'l. Oldin Instagram bo'lmaganda rosa qiyin bo'lgan shaxsiy brendni shakllantirish. Faqat sarafanda radio bo'lgan, tam yoki gazeta, televideniya boshqa bo'lgan, lekin unga hammani ham qurbi yetmagan. U juda katta xarajatlarga ega bo'lgan, kerak bo'lgan uni qilish uchun. Hozir sizda Instagram bor, bemalol даже tekinga ham shaxsiy brendingizni rivojlantirsangiz bo'ladi, mijozlaringizni ko'paytirsangiz bo'ladi, mashhurlikka ega bo'lsangiz bo'ladi. Albatta bundan keyin daromadingiz ham oshib boradi. Xo'p, shaxsiy brend orqali o'zi pul qanaqa keladi? Albatta siz o'sha biron bir yo'nalishda mutaxassisligingiz bor, o'sha bo'yicha xizmat ko'rsatishingizni sotishingiz kerak. Mana o'sha mutaxassisligingizni tanitganingizdan keyin, odamlarga qanaqa foyda olib kelishingizni bilishganidan keyin odamlar o'zi sizga yozishni boshlashadi. Va sizga murojaatlar ko'paygandan keyin albatta siz xizmatingizni ko'proq sotasiz, daromadingiz ko'payadi. Va shaxsiy brendni rivojlantirish eng zo'r tomonidan yana bittasi nima bilasizlarmi? Shaxsiy brend shakllanmagan insonni oldiga kelishganda narx-navodan talashishni boshlashadi odamlar. Misol uchun, agar aytaylik, mana shu operatorimizni Ozodbek mana shu stakanni suv bilan sotsalar, chiqsalar, mana bu stakan suv 15 ming so'm olinglar desalar, ulardan hech kim olmasligi mumkin. Chunki ularni hech kim tanimaydi, shaxsiy brendi shakllanmagan, mashhurlik darajasi unaqa baland emas. Shu o'zini krugidagilar, misol uchun taniydi, obro'si bor, hurmati bor, lekin uni brendi hali shakllanmagan. Lekin men chiqib, o'rtoqlar, mana shu stakan, mana shu suv, mana 50 ming so'm olinglar desam, hamma mendan oladi. Nimaga? Chunki hamma ishonadi, men yomon narsa sotmayman. Hamma meni narsamni olgisi keladi, menga yaqinroq bo'lgisi keladi va bilishadi men foydali narsa berishimni. Nimaga? Chunki meni shaxsiy brendim shakllangan. Shaxsiy brendingiz shakllansa, sizga o'sha narx-navodan gap so'z bo'lmaydi. Nimaga qimmat, nimaga arzon deyilmaydi va sizni brendingizga nisbatan pretenziyalar kam bo'ladi. Shuning uchun ham biz shaxsiy brendimizni shakllantirishimiz kerak. Ishonch bo'ladi, eng glavnisi. Brend degani o'zi ishonch degani. Ishonch bo'lgandan keyin o'sha narx-navoda yoki qanaqadir yomon fikrlar bo'lmaydi. Keyin shaxsiy brendning zo'r tarafiki, boshida mana 1 yil deylik, 3 yil shaxsiy brendingizni shakllantirishga siz harakat qilasiz. Pul tikasiz, vaqtingizni ajratasiz, o'qiysiz, o'rganasiz, o'sha narsalarni qilasiz. Keyin esa 30 yil u sizga ishlab beradi. Shuning uchun ham biz shaxsiy brendni shakllantirishga bor fokusimizni qaratib, hozir oyoqqa turib, zo'r Instagramimizni rivojlantirib olsak, keyinchalik u bizani polniy boqadi.
o'sha orqali bizga odamlar kelaveradi. Tavsiyalar ham ko'payaveradi. Ishoninglar, shaxsiy brendi shakllanmagan kosmetologga shaxsiy brendi shakllangan kosmetolog bilan hech qachon teng keltirib bo'lmaydi. Hamma qaysi kosmetologni maqtaydi? Voy anunga bor, anunga bor, anunga bor deb shaxsiy brendi shakllangan kosmetologni maqtaydi. Shuning uchun ham biz bu ish bilan shug'ullanishimiz kerak. Xo'p, shaxsiy brendini shakllantirayotganda ko'pchilik qiladigan xatolarni aytib o'tib ketmoqchiman. 5 ta xato bor. Birinchisi bu o'zini boshqalarga o'xshatishi. Copy paste qilish deydi. To'g'ri, boshida yomon emas. Hatto qanaqadir boshlab olish uchun birov qilayotgan ishni ko'chirasiz, o'shani qilasiz. Lekin siz qanchalik o'zingizni raspakovka qilib, qanchalik unikalligingizni bilib, o'zingizni tajriba bilimingizdan kelib chiqib odamlarga foyda olib kelishni boshlasangiz, mana shunda siz yutib chiqasiz. Ana o'shanda sizni o'zingizni unikal pozitsiyangiz bo'ladi, siz haqingizda odamlarning unikal fikri bo'ladi. Shuning uchun insonlar o'zini boshqalarga o'xshatib, o'sha bo'yicha kontent qilib, o'sha bo'yicha o'sha yo'nalishini ushlashi kerak emas. Qanaqa qilib raspakovka qiladi, qanaqa qilib odam o'zini ochadi, uni ham men Revan Stars katta kursimda polni o'rgatganman. Ikkinchi qiladigan ko'pchilikning xatosi bu mukammallikni kutish. Siz ideal vaqtni kutasiz, ideal holatni kutasiz, ideal o'zingizni holatingizni kutasiz. Misol uchun, meni uyim chiroyli emas-da, men hozir kontent qilib Instagramga olib chiqa olmayman, chunki uyalaman. Hozir qachondir remont qilib olay deysiz-da, remont qilish jarayonini kutib, ideal vaqtni kutasiz. Aslida unaqa ideal vaqt bo'lmaydi. Yoki aytasiz, men hozir sal semirib ketdim-da, tug'ruqdan keyin ozib olay, ozib olganimdan keyin men bemalol zo'r kontentlar qilaman deb o'ylaysiz. Aslida siz o'sha ozganingizdan keyin ham kontent qilaysiz. Ishonavering, chunki bu sizni miyangizda topayotgan bahonalar. Shuning uchun biz albatta ideal vaqtni kutishimiz kerak emas. Ideal vaqt kelmaydi o'rtoqlar. Uyingiz ideal bo'lib qolmaydi, o'zingiz ideal bo'lib qolmaysiz. Bu gapirishingiz, nutqingiz ideal bo'lib qolmaydi. Boricha boridan boshlash kerak. Yo'lma-yo'l keyin u narsa sekin-sekin to'g'rilanib boraveradi. Ustoz tanlaysiz, bilim olasiz, o'z ustingizda ishlayverasiz. Asosiysi o'sha yo'lga chiqib olish. Ideal vaqtni kutmaslik. Va o'zingizdan ham mukammallikni kutishingiz kerak emas. Zo'r olishing kerak, zo'r chiqishing kerak deb. Chunki ko'pchilik men bilaman, shaxsiy brendini shakllantirayotgan odamlarning qiladigan xatosi o'zini boshlayotgan A nuqtasini birovni B nuqtasi bilan solishtirib qo'yadi. Misol uchun, meni o'quvchilarim ham keladi-da, unaqa zo'r videosi chiqmayotgan bo'lsa, aytadi: "Voy, mana sizniki zo'r-da" deydi. Janvar men mana shu joyga kelgunimgacha anta 11 yillik tajribam bor, o'zim ustimda ishlaganman, o'qiganman, pul tikkanman, vaqtimni ketkazganman, mana shu darajaga kelganman. Sen hozircha boricha boshlab turaver, sekin-sekin to'g'rilanib, keyin mana shu B nuqtaga kelasan. O'zingizni A nuqtangizni birovni B nuqtasi bilan solishtirishingiz bu juda katta xato. U sizni keyin depressiyaga ham tiqib qo'yadi. Voy, keyin o'xshamayapti, qila olmayapman, eplolmayapman deb o'zingiz ayblaysiz-da, ishni ham tashlab qo'yish. Shuning uchun shunaqa qilmaylik. O'zi vobshe o'zinglarni birov bilan solishtirmaylik. Hammani o'zini tempi bor. Kimdir sekinroq, kimdir tezroq. Lekin glavniysi boshlash, intizom bilan doimiy shu ishni qilib borish. Uchinchisi, ko'pchilikning qiladigan xatosi bu faqat sotishga urinish. Misol uchun, mana bitta chiqib olib, Revan Stars kursim zo'r, olinglar, zo'r bo'ladi. Mana natijalar, mana keyslar, mana bunaqa narxi deb chiqqanimda, lekin sizlarga mana bunaqa foydali maslahatlar bermaganimda, kerakli ma'lumotlarni sizlarga tekinga bermaganimda, sizlar bu videoni kuzatmasdinglar ham, ko'rmasdinglar ham. To'g'rimi? Shuning uchun biz albatta birinchi navbatda sotish emas, insonlarga qanaqa foyda olib kela olamiz, mashq qilayotgan kontentimizdan nima foyda olishadi, o'shani o'ylashimiz kerak. Ularni og'riq, xohish, istaklarini o'rganib chiqib, o'shalarni hal qilib yechib berishimiz kerak. Xo'p, to'rtinchisi bu o'z fikrini aytmaslik ham ko'pchilik shaxsiy brendini shakllantirayotgan odamlarning xatosi. Bu nima degani? Shablonga tushib qolishadi. Misol uchun, qanaqadir SMM jamoa bilan ham ishlashadi-da, SMM jamoa olib keladi-da, mana bu narsalarni kameraga qarab gapirib bering desa, bo'ldi. O'shan tirs kameraga gapiradi, bo'ldi. Shu bilan o'sha deydi, bo'ladi deydi, shaxsiy fikrini aytmaydi. O'zini boricha ko'rsatmaydi. Qanaqadir obrazda, qanaqadir bir kimdir o'zidan yasab olgan bo'ladi. Men har doim aytaman, hayotingizni zo'r qiling, ana o'sha hayotni keyin ko'rsating. Instagram uchun hayotni zo'r qilib ko'rsatish kerak emas. Hamma boricha ko'rsatish kerak. Past balandliklarni ham maska taqib olish kerak emas. Hayotda qanaqasiz, Instagramda ham shunaqa bo'ling. Instagramda qanaqasiz, hayotda ham shunaqa bo'ling. To'g'ri, sal farq qilishi mumkin, qanaqadir bir o'zingizni tutishingizda, gapirishingizda, lekin mutlaqo boshqa odam bo'tda bo'lishi kerak emas. O'zingiz charchab ketasiz u obrazda yashagungacha. Shuning uchun albatta biz o'zimizning fikrimizni aytib, maska taqmasdan shaxsiy brendimizni rivojlantirishga harakat qilishimiz kerak.
Va 5-chi eng asosiy qiladigan ko'pchilikning xatosi bu albatta juda tez natija kutish, sabr qilmaslik. Mana siz bugun boshladingiz shaxsiy brendingizni. Content rejara tuzdingiz, profilingizni qadoqladingiz, misol uchun qanaqadir bir bo'ldi dedingiz, ishlayman dedingiz, kontentni oldingiz, joyladingizda, keyin kutib o'tirasiz. Zo'r bo'lib ketmayapsiz 1-2 oyda. Keyin o'tirasiz, bo'lmadi, cho'ta yaxshi bo'lmadi, yemadi, eplolmadim, qilolmadim yoki Instagram вообще bo'lmas ekan deysiz. Aslida esa sizni shaxsiy brendingizni shakllantirish uchun kamida 1 yildan 3 yilgacha vaqt kerak edi. Siz esa u holatda natijani 1 oyda kutib qo'ydingiz. Bo'lmaydi, конечно. O'shaning uchun tez natija kutish ham bu juda katta xato. Shunaqa qilishinglar kerak emas. Xo'p, xatolarni tushunib oldik. 5 ta asosiy xatoni sizlarga aytdim. Ko'pchilik qiladigan mana shu videodan keyin siz aniq tiniq rejangiz bo'lishi kerak. Bo'ldi, men bugundan boshlab shaxsiy brendimni rivojlantiraman, qadriyatlarimni shakllantiraman, pozitsiyamni tuzaman, foyda berishni boshlayman, kontentlar qilaman deyishingiz kerak. Mana shu qat'iyat bilan fikrga kelishingiz kerak-da, bo'ldi, mana shu ishni qilishingiz kerak. Ko'pchilikni mana shu qiladigan xatosi boshlamaslik. Ertaga qilaman deb tashab qo'yishi. Va ko'pchilikni qiladigan xatosi bu bilimsizligi. Aslida любой narsani o'rgansa bo'ladi. Mashina haydashni kecha bilmasdingiz, bugun o'qidingiz, prava oldingiz, mashina haydashni boshladingiz. Xuddi shunaqa shaxsiy brenddan bu bilimni olsangiz, o'sha aytayotgan narsalarni qilsangiz ustoz, bo'ldi, o'sha natijaga erishasiz. Любой narsani o'rgansa bo'ladi. Osh qilishni bilmayaptimi dedingiz, osh qilishni oyingizdan so'radingiz, o'rganib oldingiz, bilib oldingiz. Bilimsizligi va harakatni boshlamasligi, ertaga deb tashab qo'yishi sizni ko'pchilikni aynan bilimsizligingiz va ertaga qilaman deb tashab qo'yayotganingiz ishi sizni boshqalardan ko'ra orqada qolib ketishingizga sabab bo'ladi. Va aniq ishonamanki, agar siz bugun ham boshlamasangiz, ertaga ham boshlamaysiz, shu videoni yopib qo'yasizda, shun bilan shunaqa qolib ketib qoladi. O'shaning uchun siz albatta o'zingizga shu qat'iyat bilan reja qiling. Bo'ldi, boshlayman, qilaman deng. Nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, qanaqa qilib tizim bilan Instagramingizni yurg'izib, shaxsiy brendingizni shakllantirish bilmayotgan bo'lsangiz yoki shu mana shu yo'nalishda qayerdan bilim olsamikin deb o'ylayotgan bo'lsangiz, Rivan Stars katta kursimni sotuv ochilish arafasida, hozir esa yozilganligi biz juda katta bonus chegirma qilib beryapmiz. Hozir yozilsangiz kursga 20% chegirmaga ega bo'lasiz va yana bonus kursimizni sizga qo'shib beramiz. Hop, Rivan Starsda biz o'z sizlar bilan nimani o'rganamiz? Rivan Stars katta kursim 4 ta blokdan iborat. Birinchi blokda biz muvaffaqiyatga tayyorgarlik qilamiz. Kirish bo'ladi bizda, imенно psixologik tayyorgarlik bo'ladi bizda. Odamlar nima deydi? Voy, Instagram yurg'izsam, ani o'rtog'im, voy, sen ham bloger bo'lib ketdingmi deydi degan gaplarga qaramaslik, o'zingizga ishonch bo'lishi, qanaqa qilib boshlashingiz, nimadan boshlashingiz, mana xeytlarga, negativlarga ahamiyat qilmasligingiz. Mana shu umumiy sizda psixologik tayyorgarlik bo'ladi va biz aniq tiniq bitta to'g'ri maqsad qo'yamiz. Chunki maqsad qo'ymasak, o'rtoqlar, bizning miyamizda nimaga sizga bu ish kerakligini tushunmaydi-da, o'shanga energiya bermaydi. Sizda agar aniq tiniq maqsad bo'lsa, masalan, palonchi yurg'izibdi, shaxsiy brendini qilibdi, shu orqali daromadi oshibdi. Davay, biz ham shunaqa qilamiz deb miyangizga aniq tiniq maqsad qo'yib, deadlinelar bilan, vaqti bilan chegaralab qo'ysangiz, u ham sizga nimaga bu narsaga energiya berishini, nimaga kontent qilish kerakligini tushunadi va shu narsani qiladi. Va yana juda qiziq darsimiz bor shu yerda. Shu birinchi blokimizda Malibu strategiyasi. Qanaqa qilib noldan mashina olish strategiyasini ham men dars qilib berganman. Aynan shu darsdan keyin ham juda ko'p o'quvchilarim o'ziga mashina olgan. Xo'p, ikkinchi blok bizda shaxsiy brend blok. Aynan mana sizga kerak blok. Shaxsiy brend nima? U qanaqa quriladi? Shu bo'yicha chuqur ma'lumot bilimlarni berganman. Undan tashqari, mendan tashqari o'zi kursda juda ko'p spikerlar ham, bozorimizdagi eng kuchli mutaxassislar ham darslarni berib ketishgan. SMM sohasi muvaffaqiyatli strategiyasini ham o'rganib chiqamiz. Stories making ham mana shu modulda o'rganib, stories making darslarini ham aynan shu blokimizda ko'rib chiqamiz. Mobilografiya bo'yicha ham chuqur bilim ma'lumotga ega bo'lasiz va reels makerlikni ham shu yerda ko'rib chiqamiz. Keyin biz o'sha 3-blokka o'tamiz. Bu monetizatsiya. Qanaqa qilib Instagramda monetizatsiya qilinishi mumkin? Monetizatsiya bu pul topish yo'llari. Necha xil yo'li bor? Qanaqa topsangiz bo'ladi? Qanaqa qilib sotuv qilishingiz kerak? Target reklamasini ahamiyati
reklamaga qancha pul sarflashingiz kerak, nimaga o'zi kerak, shularni ko'rib chiqamiz va 4-yakuniy blok bu faoliyatni boshqarish. Moliyaviy savodxonlikni o'rganamiz. Chunki ko'pchilik o'quvchilarimda pul topishni o'rganishadi, lekin uni pulni boshqarishni, ko'paytirishni bilishmaydi. Shu bo'yicha ham ma'lumot bilimli berganmiz. Yuridik sohasidagi tajribalarim haqida ham bo'lishganman va yurist ham kelib darslar berib ketgan. Siz qachon YTT ochishingiz kerak, qachon o'zini band qilish bilan ishlasangiz bo'ladi, qachon MChJ ochasiz va komanda qilib HR boshqaruvi darslarini ham qo'shganmiz. Qanaqa qilib qachon jamoa qilasiz, nima deb buyurasiz ularga ishni, qanaqa qilib ishchilarni boshqarasiz, shular haqida ham ma'lumot berganmiz. Даже biz sun'iy intellekt darslarini ham bu yerda qo'shganmiz. Hozir mana neyrofotosessiyalar modaga chiqyapti, bilasizlar. Biz shularni ham qanaqa qilishni noldan o'rgatganmiz. Bemalol mana shu kursdan keyin shunaqa narsalarni yaratish o'rgana olasiz va birovlarga ham xizmat ko'rsatishingiz, sota olasiz agar kerak bo'lsa yoki o'zingizga ham shu narsalardan foydalana olasiz. Shaxsiy imijingizni ham shu yerda yaratishni ko'rib chiqamiz. Mana shunaqa 4 ta ajoyib modullari, mana shunaqa 4 ta ajoyib blokimiz bor. Har bitta aytganim bu modul. Modullarning ichida yana darslar bor. Umumiy darslar 50 tadan oshiq. Tushunasizlar, prям 50 tadan oshiq darslar onlayn hammasi. Nazariy olasiz. O'sha yerda yana amaliyotda ham uyga vazifalar berilgan. O'rta tarifimizda kuratorlar ham bor. Kuratorlar savollaringizga javob beradi. Kuratorlar ham o'zi bundan oldingi potoklarni o'qib, yaxshi natijalar ko'rsatib, imtihonlardan yaxshi o'tib bitirgan o'quvchilarim kurator qilib tanlaganman. Tepasida baribir o'zim turaman, boshqaraman. Offline mobilograf bilan bitta amaliy dars ham bo'ladi va o'rta tarifda men bilan bir marta uchrashish imkoniyati ham bo'ladi. Menga xohlagan savollaringizni berasiz, shu savollarga javob beraman. VIP tarifda men bilan offline birga bir konsultatsiyam bor. Misol uchun konsultatsiyamning o'zi hozir soat $600 bo'lsa, bu yerda как бы ichiga bonus bo'lib kirib ketadi. Xo'p, aytganimdek, kurs juda ham katta, zo'r, qiymatli qilib tuzilgan. Kimlarga to'g'ri keladi? Shu shaxsiy brendini rivojlantirmoqchi bo'lgan ekspert, mutaxassislarga, Instagram orqali barqaror daromad qilishni xohlaganlarga, intizom bilan doimiy kontentlar qilishni xohlayotganlarga va o'ziga o'xshagan insonlar bilan birga bitta jamiyatga kirib, o'sha yerda birga maza qilib, xursand o'qib, networking qilib, fikr almashib, o'ziga yangi o'rtoqlar topmoqchi bo'lganlarga ham zo'r to'g'ri keladi. Stories, reels va sotuvchi kontentlar qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz ham bu kurs aynan sizga mos keladi. O'zi umumiy kursdan siz 6 ta digital kasb ham egasi bo'lasiz. Mobilograf, stories maker, reels maker, mana shunga o'xshagan yana kasblar bor. O'shalardan bittasini egallab, o'sha bo'yicha ham ishlashingiz mumkin. Lekin bu daromadni o'rganmoqchi bo'lgan, daromad qilishni xohlayotganlar uchun. Siz shaxsiy brendingizni qilmoqchi bo'lsangiz ham shu kursimizda sizga to'g'ri keladi. Kurs davomiyligi 2,5 oy va bu уже 7-patok o'rtoqlar. 6 ta patok chiqazganmiz. Har bitta patokning oxirida biz zo'r bitiruv qilamiz. Pullik xohlovchilar uchun o'sha yerda men o'zim shaxsan sertifikatlar beraman. Juda katta chiroyli tadbirlar qilamiz, оформлениялар qilamiz, sovg'alar qilamiz, konkurslar qilamiz. Juda ham ajoyib zo'r bo'ladi. Shunaqa o'rtoqlar, kursimizni qanaqa qilib yozilsam bo'ladi desangiz, pastda ссылка berganmiz. Mana shu videodan chiqib yishoni bossangiz, o'sha yerda ссылка berilgan. O'sha yerdagi ссылка orqali ro'yxatdan o'tasiz. Kol markazim aloqaga chiqadi sizga va to'liq ma'lumotni beradi. Keyin уже siz qaror qabul qilasiz va yozilasiz. Agar u yerda ссылка yo'q bo'lsa, topa olmayotgan bo'lsangiz, shu videoni kommentariyasiga kirsangiz ham o'sha ссылкani berganmiz. O'sha yerda ham yozilgan. O'sha ссылка orqali ham bemalol anketani to'ldirsangiz aloqaga chiqamiz. Xo'p, mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Bu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat va va'da qilganimdek sizga PDF checklist tayyorlab qo'ydik. U checklistni ham qo'lga kiritish uchun shu pastdagi ссылкani bossangiz, o'sha yerdan sizga beramiz. Kanalimga tashab qo'yamiz. Bo'ldi, menimcha juda ham foydali, kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldinglar. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda fikringizni yozib qoldiring va shu videoni aynan ko'rish kerak bo'lgan bilaman aniq do'stlaringiz bor. Ularga ham bu videoni yuborib qo'ying. Aytgancha sahifalarimga ham obuna bo'lishni unutmang. Sababi Instagramda hali meni kuzatmasangiz, Instagramda har kuni juda foydali, kerakli ma'lumotlar bilan bo'lishaman, hayotimni ko'rsataman va fikrlarimni doimiy o'sha yerda aytib boraman. Hammalarga rahmat. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Revanstarsda ko'rishguncha.